yurgan qizlar aslida ko'p narsadan voz kechgan bo'ladi. Kecha menga "Sen hijob tagida ijod qilasan" deb aytishdi. Yo'ldan o'tayotganimda menga shofyor uzoqdan baqirib, "Hijob o'rab olib, sonlanib sekin o'tasan, tez o'tsang bo'lmaydimi?" deb baqirdi-da. Hijob o'ragan paytimda bu qiz erga tegmoqchi, o'shaning uchun hijob o'radi degan gap so'zlar bo'lgan. 8 yil chet elga o'qishga topshirmoqchi bo'lib harakat qilganman, lekin 8 yil davomida Yevropaga o'qishga bir necha bor kirganman. Hijobim sababli elchixonada o'tolmaganman yoki elchixonaga kira olmaganman. Men elchi bo'laman deb diplomatiyada o'qimoqchi bo'lganman, lekin bu orzuyimdan ham kechganman. Bu ilm dargohi, boshingga mana buni o'rab olib nima qilib yuribsan bu yerda deb lo'liga qaragandek hammani oldida mana hurmatimni yer qilgani sabab men ko'nim qolib ketgan universitetdan. O'ylab qarasam, hijobni yechgan qizlarni kommentariyalarda ham, boshqa joyda ham juda ham absurd qiladigan insonlar ko'p ekan. Ya'ni sizni boshingizda hijobingiz bo'ladimi, hijobingiz bo'lmaydimi? Gapiradigan it baribir itligini qiladi. Shunaqa gap so'zlarga e'tibor bermaslikka Allohdan yordam so'raysiz va o'tib keta olasiz. Boshqa vaziyatda siz hijobingizni yechasizmi, o'zingizga ko'proq oro berasizmi, foydasi yo'q. Shuning uchun mana bitta maslahat: insonlarning gapiga hech qachon qarab ish qilmanglar.